Kitobning 84-betiga keldik. Bunda 3-masala. Rasul bir nechta kitob sotib oldi. Kitoblarning jami narxi 45 ming so'm ekan va o'rtacha narxi esa 9 ming so'mga teng. U nechta kitob sotib olgan? Bizda mana bu yerda jami bor 45 ming so'm va o'rtachasi 9 ming so'm bo'ladi. Demak, formulaga asosan miqdorlar soni bu miqdorlarning jami qiymatining o'rtacha qiymatga bo'linmasi hisoblanadi. Ya'ni biz 45 mingni 9 mingga bo'lib yuboramiz. Shunda kitoblar soni kelib chiqadi. 45 mingni 9 mingga bo'lsak 5 chiqadi. Rasul 5 ta kitob sotib olgan degan javob bo'ladi. 5 ta kitob sotib olgan bo'ladi. Va keyingi masalaga o'tamiz. 4-masala. 2 nafar talabaning o'rtacha yoshi 19 yosh ekan. Ulardan biri 22 yoshda bo'lsa, ikkinchi talaba necha yoshda bo'ladi? Endi bizda o'rtacha yosh ma'lum va 2 nafar talaba ham ma'lum. Demak, biz jamini topsak bo'ladi. Ya'ni o'rtachasi 19, 2 nafar bu 19 ko'paytirilgan 2 bo'ladi. Ya'ni 38 yosh bo'ladi. Va birinchisi 22 yoshda bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisining yoshi aynan mana shu 38 dan 22 ni ayirib tashlaymiz. Bu 16 kelib chiqadi. Demak, ikkinchi talaba 16 yosh ekan. 5-masala. Rasul, Po'lat, Sitora va Jamila kompyuterda o'yin o'ynamoqda. Ularning o'rtacha natijasi 48 ballga teng. Quyidagi diagrammada ular to'plagan ballar berilgan. Faqat Jamilaning natijasi ko'rinmayapti. Jamila qancha ball to'plagan? Demak, mana bu yerda bolalarning natijalari bor. Bu yerda chap tomonda 0 dan 60 gacha bu ballar qiymati va bizda Rasul, Po'lat, Sitora natijalari bizda ko'rinib turibdi. Faqat Jamilaning natijasi mana bu yerdan demak yirtilgan. Yana uning natijasi ko'rinmayapti. Biz bu yerdan Jamilaning natijasini topib olsak bo'ladi. Undan oldin biz birinchi demak jami ballarni hisoblaymiz. Ya'ni o'rtacha balli bu 48 ball edi. Va bizda 4 ta bola bo'lganligi uchun 48 ni biz demak 4 ga ko'paytirib yuboramiz. Shunda jami ballimiz kelib chiqadi. 48 ko'paytirilgan 4 bu 192 ball. Demak, jami Rasul, Po'lat, Sitora va Jamilalarning jami ballari bu 192 ballga teng ekan. Endi Jamilaning ballini topish uchun biz aynan jamidan, ya'ni 192 dan Rasulning, Po'latning, Sitoraning natijalarini ayirib tashlaymiz. Shunda bizda formula paydo bo'ladi. Demak, Jamilaning balli 192 ayrilgan 56. 56 bu albatta Rasulning ko'rsatkichi. Po'latniki esa e'tibor beramiz. Mana bu yerda demak buniki 44. Mana bu yerga 44 deb yozamiz. Sitoraning natijasi esa bu 52. Unga ham mana bu yerda yozib qo'yamiz. Shunda 192 ayrilgan 56 ayrilgan 44 ayrilgan 52 bu 40 ballni beradi. Demak, Jamila o'yinda 40 ball to'plagan ekan. Jamilaning natijasi 40 ball bo'ladi va biz 40 ballni mana bu yerdan belgilaymiz va to'g'risiga chizib aynan mana bu darajaga yetadi deb o'zimiz uchun belgilab olamiz. Aynan mana shu ko'rinishda bo'lar ekan. Biz belgiladik va bu 40 ball bo'ladi. Buni belgilab olamiz.